Akalar zakazimni $460 keldi. Ochishdan oldin har doimgi qiladigan ishimni qilib keyin ochaman. Ya'ni nimagadir gapiryapman, bunday qilib gapiryapman. Qaranglar, o'tirib turib gapiryapman. Nimaga? Asli emotsiyaga berilaman. $460lik narsani o'zimni oq paypag'im bilan tepaman. Bismillahirrohmanirrohim. Keling bu yoqqa video olamiz ham yechini tayyorlanib, bilet kino olyapmizmi siz bilan? Odamlar ko'rgisi kelsa ko'raveradi yoki. Xullas, brat $460 ga narsa zakaz qildi, sizlar bilan bo'lishgan holatda billa ochamiz akalar. Umri birinchi marta bunaqa qimmat narsa olgani uchun endi billa ochaylik, odamlarga ko'rsataylik deb maqtangiz kelyapti. Tak, korobkani ichida bittagina korobka bor, xolos. Kechiring, korobkangizni qattiq tashlab yubordim. Chekini ko'rsatmaysizmi? Yo, aldigan bo'lamiz. Narxini qimmat qilib aytyapman. Tak, o'zim ochaveraymi yo siz ochasizmi? Oching. Akalar, kim biladi, voy buni yozuv ko'rinib bo'ldi shekilli. Mayli, ko'rsataveray sizlarga nima borligini ichida. Cho'zilib o'tirmay, ha. Sizlarga nima qizig'i bor ichida nima borligini? Korobkangizni yirtib yuboraman men. Men ochishni bilmayman. Men oching o'zingiz. Odamlar kutyapti, hozir siqilyapti. Mayda anaqasi bormidi? iPhone'ga o'xshaykan-da buni. Akalar, 1 2 3 qalaysizlar.